Masalan, hozir bularni aqiqa qilishi Allohga o'shim kerak emas. Aqiqa qilish bularda o'ziga kerak. Nimaga? Chunki Rasululloh alayhisolom aytganlarki, aqiqa bilan go'dak bola garovga olinadi. Qoni qoniga, joni joniga, terisi terisiga, suyagi suyagiga badal bo'ladi. Ya'ni aqiqa qilingan bola inshaalloh hayoti davomida yomonlikka yo'liqmaydi inshaalloh. Yiqilib tushib boshi mancha yoriladigan bola bo'lsa, aqiqa qilingan bo'lsa shilinadi xolos. Aqiqa qilingan bola fazilatli bola bo'ladi. Fazilatli bola degani yaxshi bola bo'ladi. Duo olgan bola bilan duo olinmagan bolaning orasida juda katta farq bo'ladi. Shuning uchun bolaga ko'p duo qilish, "Ey ota-ona" deydi, "Bolangni qarg'ama, duo qil" deydi. "Ey ota-ona" deydi, "Bolangni haqqiga ko'p duo ol" deydi. Ahli fazil, yaxshi insonlarni ko'rdingmi, "Bolamni duo qiling" deyish kerak. Chunki kimning duosi ijobat bilmaymiz biz. Biz katta sallan kiyib olib, mehrobda o'tirganimizdan balkim